24 gram natriy gidridi suvda necha gram suv eritilib 20% yapon hisob qilinadi. Demak, natriy gidridini suvga eritganimizda natriy gidroksidi va vodorod ajralib chiqadi, vodorod gazi. Mana bunda 24 gram degan, molar massasi 23, birni qo'ysak 24 gram taqsim mol. 18 40. 24 qo'ysak 1 18 gram suv reaksiya chiqarib keladi, 40 gram natriy gidroksidi hosil bo'ladi. Ana endi 40 gram natriy gidroksidimiz 20% tashkil etsin. 80% eritmadagi suv. X deb topadigan bo'lsak, qisqaradi bittadan 4 gram. Demak, 160 gram suv eritmada mavjud bo'lishi kerak. 160 gram eritmada 18 gram sarf bo'ladi. 160 ga qo'shamiz 18 ni 178 gram suv jami bizga kerak. Mana shu tipdagi masalalar berilgan. Ishdan so'ng qo'shib yozishga ketish mumkin. 24 gram natriy gidridi suvda necha gram suv eritilib 20% yapon hisob qilinadi. Demak, natriy gidridini suvga eritganimizda natriy gidroksidi va vodorod ajralib chiqadi, vodorod gazi. Mana bunda 24 gram degan, molar massasi 23, birni qo'ysak 24 gram taqsim mol. 18 40. 24 qo'ysak 18 gram suv reaksiya chiqarib keladi, 40 gram natriy gidroksidi hosil bo'ladi. Ana endi 40 gram natriy gidroksidimiz 20% tashkil etsin. 80% eritmadagi suv. X deb topadigan bo'lsak, qisqaradi bittadan 4 gram. Demak, 160 gram suv eritmada mavjud bo'lishi kerak. 160 gram eritmada 18 gram sarf bo'ladi. 160 ga qo'shamiz 18 ni 178 gram suv jami bizga kerak. Mana shu tipdagi masalalar berilgan. Ishdan so'ng qo'shib yozishga ketish mumkin.